Akkauntda turibman do'stlar. Tayyor, menda verifikatsiyadan o'tganman. Qanday qilib Exness Forex Brokerdan registratsiya va verifikatsiyadan o'tishni telefon variantini agar videosini ko'rmagan bo'lsanglar, men hozir yuqorida silka qoldiraman. Ko'rmaganlar bo'lsa, bemalol silka orqali o'tib videoni ko'rib chiqishingiz mumkin. Hozir do'stlar, biza birinchi bo'lib standart hisob raqam ochamiz, orqasidan pro hisob raqam ochamiz do'stlar. Sizlarga buni farqini ham aytaman. Demak, Glavniy ekranda turibman. Sariq tugmada Open New Account tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizga har xil shotlar beriladi. Ya'ni standart, cent, ya'ni centovoy deyiladi. Raw spread 0 и pro. Hozir sizlar bilan birgalikda eng shu mashhurlaridan bittasi standartni ochib ko'ramiz. Open Real Account tugmasini bosamiz. Birinchi qatorda demo real bizga vibr beradi. Biz real tanlaymiz, sababi real hisob raqam ochamiz. Trading platform, ya'ni savdo terminali MT4 tanlaysizlarmi yo MT5? Do'stlar, sizlarga maslahatim MT5 tanlaylar. MetaTrader 5 savdo ilovasi juda ham qulay. Ko'p traderlar mana shu MT5 da savdo qiladi. Shaxsan o'zim ham do'stlar, shuning uchun MT5 tanlashni maslahat beraman. Demak, kreditniy plecho 1 ga 2000 turibdi. Yangilarga do'stlar 1 ga 600 qo'yishni maslahat beraman. Xohlovchilar 1 ga 2 qilishingiz mumkin, 1 ga 20, 1 ga 50 va hokazo 1 ga 2000 gacha. Men do'stlar 1 ga 2000 qilaman. Sababi depozitda razgon bilan ishlayman, scalping qilaman. Shuning uchun menga maksimalniy plecho olaman. Ko'p сделка ochaman do'stlar. Demak, ikkinchi qatorda valyutnoy para USD dollar turadi teymimiz. Account nickname, xohlagan nickname'larni qo'yishingiz mumkin. Masalan, men qo'yishim mumkin. Vodiy Invest deb nomlashim mumkin. Va parolga o'sha aytganimdek bosh harf katta harf bilan lotinchada xohlasanglar isminglarni yozib, hech qanaqangi cho'rtishkasiz, qanaqadir belgilasiz tug'ilganinglarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Tak, parolni ham qo'yib oldik do'stlar. Endi hammasi tayyor. Kiritdim, tanladim. Tak, create an account tugmasini bosamiz, sariq tugmani. Ko'rib turganingizdek do'stlar, mana o'sha real shot ochdim. Hozir mana shotimning raqami, hisob raqamim 920 079 19. Endi do'stlar, biza ushbu hisob raqamimizni MetaTrader 5 savdo terminaliga ulaymiz. Buni ham hozirlar bilan ko'rib chiqamiz. Kimda agar MetaTrader 5 ilovasi bo'lmasa, Android telefon bo'lsa, Play Marketdan ushbu ilovani yuklab olishingiz mumkin. Lekin iPhone'larda App Store'da ushbu savdo terminallari yo'q do'stlar. Ya'ni MetaTrader 4, 5 iPhone'da yo'q, faqat Androidda bor. Demak, men hozir MetaTrader 5 savdo terminalini telefonimga yuklab oldim. Hozir kiramiz va hisob raqamimizni ulaymiz. Открыть. Demak, tepada chap tomonda kotirovka degan 3 ta chiziqchani bosamiz. Bosganimizdan keyin управление счетами tugmasini bosamiz. Bosganimizdan keyin tepada plyusga bosamiz. Найти брокера degan joyga Exness deb yozamiz. Ko'rib turganingizdek, juda ham ko'p chiqdi Exness brokerlar. Eng pastdagini tanlaymiz, ya'ni Exness Technologies Ltd ni tanlaymiz. Endi qaranglar do'stlar, bizdan login, parol, server so'rayapti hisob raqamimizga. Bu narsalarni, bu ma'lumotlarni qayerdan olamiz? Albatta, Exnessda ochgan hisob raqamimizni login, parollarini kiritamiz. Buni qanday ko'ramiz? Hozir sizlar bilan Exness kabinetimizga qaytamiz. Ko'rib turganingizdek, mana menda hisob raqamim ochilgan, standart shot do'stlar bu. Mana bu joyda настройкаga kiramiz. Kirganimizdan so'ng Account Information degan tugmani bosamiz. Bizani hisob raqamimiz haqidagi ma'lumotlar. Ya'ni birinchisi turibdi, ko'ryapsizlar. Server degan joyda Exness MT5 Real. Serverda mana Exness MT5 Real. Demak, serverga tegmaymiz. To'g'ri turibdi, tanlangan. Agar boshqa server turgan bo'lsa do'stlar, shuni bosib turib mana bu joydan o'sha o'zimizga kerakli serverni tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bizda hozir to'g'ri. Endi login kiritamiz. Loginga nimani kiritamiz? Loginga do'stlar, mana bu joyda mana login deb yozib qo'yganmiz. Ya'ni 920 079 19 bizani hisob raqamimizni login hisoblanadi. Skopировать qildik и login degan joyga qo'yamiz. Parol do'stlar, o'sha o'zimizda hisob raqam ochayotganda qo'ygan parolimizni teramiz. Demak, loginimizni terdik, parolimizni qo'ydik, serverni tanladik, hammasi bo'ldi. Endi sariqdan login tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek do'stlar, menda o'zi mana hisob raqamim ulandi. Mana Vodiy Invest loginim и mana targovliga kiradigan bo'lsak, balans 0 turibdi. Ko'rdinglar, tepada
920 079 19 Exnes MT5 Real Vodiy Invest. Demak, biz hisob raqamimizni muvaffaqiyatli ravishda MetaTrader 5 savdo terminaliga ulab oldik. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz Visa karta orqali ushbu hisob raqamiga pul solamiz. Ya'ni $100 pul solib ko'ramiz do'stlar. Depozit tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bu joyda har xil metodlar bor, ya'ni bankovskaya karta, Bitcoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Tether, USDT ERC20 turibdi. Bu degani Binance orqali to'ldirsak ham bo'ladi do'stlar. USDT orqali ham to'ldirsak bo'ladi va bankovskiy perevod orqali to'ldirsak ham bo'ladi. Ya'ni o'sha Swift, SEPA va hokazo. Endi bular bizga kerak emas, bizga karta kerak do'stlar mana. Shuning uchun biz karta orqali to'ldiramiz. Demak, bank kart tugmasini ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin do'stlar qaranglar, kartalarimizni ma'lumotini yozib chiqamiz. Do'stlar, bitta narsaga e'tibor beringlar. Visa karta qaysi banklarniki bo'lishi kerak? Iloji boricha Capital Bank Visa Gold yoki bo'lmasa Milliy bank Visa Gold bo'lishi kerak. Mana shu ikkala bankka vizalarini Exnes bez problem oladi. Qolgan banklarnikini ko'pini отказ qilyapti do'stlar. Men hozir Capital Bank Visa Gold kiritaman. Ko'rib turganingdek, menda Capital Bank Visa Gold ochtirganman. Pulim ham tayyor turibdi. Hozir $100 shuni kirgizdirib ko'rsatib beraman do'stlar standart hisob raqamiga. Demak, card number degan joyiga kartamizni raqamini kiritamiz. Demak, karta raqamimizni kiritdik. Endi ikkinchi qatoriga Visa kartada ism familiyamiz qanday yozilgan bo'lsa, katta harflar bilan shundayligicha kiritamiz. Demak, ism familiyamizni kiritdik. Endi expire date degan joyga kartamizni amal qilish muddatini kiritib qo'yamiz do'stlar. Va oxirgi etap CVV degan joyiga CVV kodni kiritamiz. Bu o'sha kartani orqasida do'stlar 3 talik son bo'ladi. Mana shu sonni kiritamiz. Demak, CVV kodni ham kiritdik. Endilikda summada mana ko'ryapsizlar, $10 dan $10,000 gacha biza pul kiritishimiz mumkin. Biza $100 pul kiritamiz. Bez komissiya do'stlar. Vizamizdan pul yechmaydi, komissiya yechmaydi ortiqcha. Kartamiz haqida ma'lumotlarni kiritdik, qancha summa solishimizni ham ko'rsatdik. Endi continue tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, mana no commission degan yozuv chiqdi, ya'ni komissiya 0 do'stlar. Pulimiz 1 tushadi. Confirm tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizga telefonimizga SMS tarzida 6 talik kod keladi. Mana shu kodni kiritamiz. Do'stlar, kodni iloji boricha ehtiyotkor bo'laylik shu joyda, sababi bitta raqamga adashib ketib qolsak ham vizamizdan pul yechiladi va Exnes bilan shu viza kartani o'rtasida pul osilib qoladi. Uzoq muddat kutib qolishinglar mumkin pulinglar qaytib kelishini, lekin qaytib keladi do'stlar. Shuning uchun raqamlarda ehtiyot bo'lamiz. Aniq tiniq qilib kiritamiz. Demak, men kodni kiritdim. Endi tasdiqlash tugmasini bosaman. Biz to'lovi muvaffaqiyatli amalga oshirdik. Sariq tugmani bosamiz, ya'ni VF History. Ko'rib turganinglardek, $100 puli biz muvaffaqiyatli ravishda poполнение qildik. Menyuga kiramiz, tepada 3 ta chiziqchaga My Accounts tugmasini bosamiz. Ko'rdinglar, mana o'sha $100 pul menda ko'rindi. Endi qaranglar do'stlar, MetaTrader 5 savdo ilovasiga mos o'tamiz. U yerda ham bizda $100 pulimiz ko'ringan bo'lishi kerak. Ko'rib turganinglardek, mana o'sha balans 100 turibdi, ko'rdinglar. Demak, bu yoqda ham ko'rindi. Bemalol endi savdoimizni qilsak bo'ladi. Endi bugun yakshanba bo'lganligi uchun bugun savdo yo'q, forex bozor ishlamaydi. Mana ko'ryapsizlar do'stlar. Ishlamaydi. Ertadan xudo xolasa ishga tushishi boshlaydi. Demak, pulni soldik. Terminalimizda pulimiz ko'rindi. Do'stlar, qaranglar, vizamdan ham o'sha pulni yechdi. Ishonmasanglar, mana bitta obnovleniya beramiz. Ko'rdinglar, o'sha 700 dan 600 ga tushdi. Ya'ni $100 pul yechib oldi. Endi do'stlar, sizlar bilan birgalikda Pro hisob raqam ochamiz. Yana bir marta Open New Account tugmasini bosamiz. Mana bu joyda biz birinchi standart ochdik, ko'ryapsizlar, mana komissiya yo'q, spread 0.3%. Endi Pro ochamiz. Proda komissiya yo'q, spread 0.1%, lekin degan joyi bor. Pro hisob raqam ochgandan so'ng kamida $200 ga пополнение qilish kerak. Mana minimum depozit o'zi ko'rsatib qo'ygan 200 USD. Open Real Account tugmasini bosamiz. Sariq tugmani. Birinchisida mana real turadi, ikkinchisida MT5 turadi, tegmaymiz. Kreditniy плечо 1 ga 2000 manda turadi, tegmayman bunga ham. Valyuta USD dollar turadi, bunga ham tegmayman. Account nickname'da nima deb nomlashim mumkin? Masalan, Vodiy Invest 2, ya'ni ikkinchi hisob raqamim. Yana parol qo'yaman. Tak, hammasini o'sha bajardim. Parolni qo'ydim. Create an account tugmasini bosaman. Demak, ko'rib turganinglardek, menda o'sha mana Pro shotim ham ochildi. Mana Vodiy Invest 2.
ya'ni 920 079 77 raqamli Pro hisob raqam ochdim. Endi buni MetaTrader 5 savdo terminali bilan o'laymiz. Xuddi mana bu standart shotni qanday o'lagan bo'lsak, buni ham shunaqa qilib o'laymiz. Iloji bo'lsa kirib tayyor qilib qo'yamiz. Mana nastroykaga kiramiz. Account information tugmasini bosamiz. Tak server, login hammasi tayyor turibdi. Endi MetaTrader 5 ga qaytamiz. Mana ko'rib turibsizlar, men bitta shotimdan o'sha ikkinchi shotni ulab qo'yganman. Yana торговля tugmasini bosamiz menyuni. Управление счетами tugmasini bosamiz. Mana bu joyda tepada plyusga bosamiz. Bosganimizdan keyin найти брокерga Exness yozamiz yana. Oxirida mana Exness Technologies Ltd ni tanlaymiz. Server o'zi mana avtomatik ko'rsatib qo'ygan Exness MT5 Real. Ya'ni men serverim mana MT5 Real turibdi. Tegmayman. Loginimni shundoq kopировать qilib olaman. 920 079 77. Login degan joyga shuni stavить qilamiz va qo'ygan parolimizni yozamiz. Demak, loginni kiritdim, parolni yozdim, serverni tanladim. Hammasi tayyor. Endi login tugmasini bosaman. Ko'rib turganingdek, mana o'sha ikkinchi Pro hisob raqamimizni ham uladik. Mana торговляga kiradigan bo'lsak, o'sha balans 0 turibdi. Hozir do'stlar, bu hisob raqamga ham pulni tashlab ko'rsatib beraman. Demak, Pro hisob raqamimizga qolgan pulimizni hammasini tashlaymiz. Ya'ni hozir vizamizda $600 pul qolgan bo'lsa, shu 600 ni hammasini tashlayman. Depozit tugmasini bosaman. Ko'rib turganingdek do'stlar, men o'sha kartamni kiritganligim uchun oldin пополнение qildim-ku. Sistema avtomatik ravishda kartamni eslab qoldi. Mana oxiri 9182 bilan tugatilgan kartani ustiga bosamiz. Sistemani o'zi avtomatik kiritgan, faqat biz CVV kodni ruchnoy ravishda kiritamiz. Shu kartaning orqasidagi 3 ta raqam. Demak, CVV kodni kiritdik. Endi summa degan joyga mana ko'ryapsizlar, minimum $200 dan 10,000 gacha solishimiz mumkin. Bitta пополнение qilganimizda biz $600 pul solamiz. Continue tugmasini bosamiz. Komissiya yo'q. Pulimiz birga bir tushadi. Yana confirm tugmasini bosamiz. Telefonimga yana 6 talik kod keladi. Ushbu kodni kiritaman. Demak, kodni kiritdim, tasdiqlash tugmasini bosaman. Pulni muvaffaqiyatli ravishda o'tkazdirdik. Endi sariq tugmada View History tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingdek, mana done status turibdi. Ya'ni biz pulni tushirdik. Menyuga kiramiz, tepada 3 ta chiziqchaga bosamiz. My account tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingdek do'stlar, o'sha Pro hisobimga $600 pulni soldim. Endi MetaTrader 5 ga o'tamiz. U yerda ko'rindimi yo'qmi ko'rib olamiz bir qator. Ko'rib turganingdek, o'sha balans mana 600 turibdi. Endi qanday qilib hozir mana Pro hisobdan standart hisobga o'tishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni shotdan shotga o'tishni ko'rib chiqamiz MetaTrader 5 da. Торговляga kiramiz, управление счетаga kiramiz. Mana tayyor turibdi. Mana pastda $100 lik shotim turibdi. Standart shot, ya'ni Vodiy Invest. Shuni ustiga bossam, vhod tugmasini bossam bo'ldi. O'sha men $100 lik shotimga o'tdim. Mana tepada o'sha glavniyga o'tdi. Mana торговляga kiradigan bo'lsam $100 lik. Agar Pro shotimga o'tadigan bo'lsam, yana o'sha ahvol qaytaramiz. Управление счетами, mana 600 ustiga bossak, vhod. Mana ko'rdinglar, o'sha mana 600 lik shotimga o'tdi. Mana shunaqa qilib shotni almashtirib ishlasak ham bo'ladi do'stlar. Mana hozir vizamda ham pul yechib olganini ko'ramiz. Hozir bitta обновление beramiz. Ko'rdinglar, o'sha 0 qoldi. Vizamdan pul полностью yechildi. Komissiya yo'q. Menimcha ushbu operatsiyalarni amalga oshirish jonaqangi qiyin ish emas do'stlar. Faqat sizlarda o'zingizlarning nomingizga ochilgan bo'lishi shart Visa kartanglar do'stlar, sababi o'zingizlarning nomingizga verifikatsiyadan o'tgan. Birov kartasidan to'ldira olmaysizlar, faqat o'zingizlarnikidan. Maslahatim Capital Bank Visa Gold yoki bo'lmasa Milliy bank Visa Gold ochtiringlar do'stlar. Agar videomiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizga podpisatsiya, like va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Keyingi videolarda ko'rishgungacha xayr, salomat bo'linglar.